yozadi endi. Ha. Telegramda raz yozilsa, nima eksam deb. Mashallah, zo'r bo'pti lekin. Mana Tojikistondagi ekologik toza yetishtirilgan mana bodring. Mana biologiyani kuch. Mana. Ana, melayin. Ensa Sadrning ham reklamasi bo'lib ketdi mana. Shahboz. Palelar top-toza, kasal yo'q. Zarar kunanda yo'q. Oziqlantirish programmasi o'sha har doimgidek programmasi. Mana shu bola Abdukarimbek, Tojikistonlik birodarimiz, shogirdimiz, shu kurslarda o'qigan yigitlardan. Mana hamma O'zbekistonda qanaqa o'rgatayotgan bo'lsak, ularga ham shuni o'rgatyapmiz. O'sha 12 ta element, himoya, biologiya, asosan profilaktika bilan bo'lyapti. Organika F, Leonardit, pseudobakterin, biodux polностью ketyapti. Mana imkon bor ekan-ku, bo'lar ekan-ku. Ekologik toza. Kecha terganmiz. Ronta kimyo sepilmagan. Buni bayini ne olmayapsiz tegidan? Nima? Ne barga olmayapsiz? Endi olamiz ustoz. Qachon endi? Shu tagi nami qochib qolyapti, tez. Ya bu kasal ham tushib ketadi-da, olmasa havoni aylantirmasa. Bunisi ham bor-da. Nami qochib ketayotgan bo'lsa, namini berish kerak, lekin o'sha mevani terib borgan sari tegidagi bargini ham olib, o'sha buni tegichi polni ochuv bo'lish kerak edi. Kasal tushishiga zo'r sharoitda bu. Pastda meva qolmagan bo'lsa, ba'zilari Faqat birdan olib tashamang, qirib tashlab, mampgacha tozalab tashamang, stressga tushib qoladi. Bir kunda ikkita barg, mana shunaqa ochuv havoda, yoshli havoda ikkita barg olasiz, ertasi kuni ikkita, ertasi kuni ikkita. Lekin o'zi bittada olib tashagan oson, bodring stressga tushib qoladi. Mana qilib turar ekan-da, bola qilmaydimi buni? Xudo xolasa qilamiz ustoz. Qanday chiqaraveradi. Mana mo'ylovlarini olmabdi bola. O'sha shu nima bo'lgan haligi. Kurkurut, hamma kasallik bor edi shu yerda. Men sizga aytdim-ku, juda qiynalib ketdim. Hamma kasallik. Nematoda bor. Nematoda vobshe dahshat. Hozir yo'q. Toza, tomir toza. Nematodaga nima qildingiz? Nematodaga o'sha organika F berdik. 3-4 kundan keyin biosilib devini berdik. O'sha mana programma bo'yicha ishlagan dedik-ku, Abdukarimbekni tuprog'ida nematoda mana shuncha bo'lgan. Katta nematodalarning rasmi mana vaqtga qo'yib turamiz, qo'yib beramiz sizlarga. Bu rasmlari bor bu bolada. Unaqa nematoda ko'rmagansizlar. Men O'zbekistonda bunaqa katta nematodani, bunchalik katta bo'lib ketganini, lichinka nimalarini ko'rmaganman. Mana shunday bo'lib ketgan ildizlari. Nematoda bo'lgan, kurkurut bo'lgan, qisqasi 10 yillik tuproq olgan, nima bo'lsa bo'lgan tuprog'ida polni biologiya bilan qildi, organika B bilan ham nematodaga, ham o'sha kurkurutga qarshi ildiz polностью himoya. Paleni o'zi esib turibdi, ildiz top-tozaligini. Undan keyin agrotexnikada mana bola mo'ylovini olmagan. Ko'pchiliginglar tanqid qilasizlar bir xillar. Olganimiz yo'q. Mo'ylovini olmadi. Birinchi martami olmasligingiz mo'ylovini? Avval olarmidingiz? Ha, olganimiz bir ikki marta aytishganida, olsa zo'r bo'lardi deyishar. Bu yil vobshe teginganimiz yo'q. Shu o'zini oliga qo'yib berdik. O'sha aytgan nimangizni qilganmiz. Hammasini qilganmiz, Xudoga shukr. Xudo berganicha bo'lyapti, Xudoga shukr. Avvalambor hammasi Allohdan, bu hammasi sabab. Faqat chiroyli qilib, gрамотный qilib qilingan. Oziqlantirish programmasi ham o'sha Jamoliddin yozib bergan, o'sha bizni yo'nalish bo'yicha shu 12 ta elementlarning ishtiroki, Leonardit ishtiroki bo'yicha mo'shni qilib programmada boquv sistemalarini qilganlar. Yaxshi, Alloh barakalarini bersin. Shu Tursunzodada avvalgi Regar aytganman. Regar avval Regar deb yuritilgan bo'lgan. Xo'ja kim edi? Xo'ja Orif Regari degan inson bo'lgan ekanlar, Buxorolik inson bo'lgan ekanlar. Ana o'sha Xo'ja Orif Regari nomlariga Regar shahri deb yuritilgan ekan, lekin 1978-yildan, 1978-yildan keyin betga endi ofitsialniy shunaqa Tursunzoda deb nom berilgan ekan, lekin avvalgilar baribir Regar deb qolib ketgan. Bizda ham bilasizlar, Toshkentda eski Ali Soyut nomidan qolib ketgan nomlar bilan
barib yuritamiz. Shu Tursunzodada mana shu hamma joyi ko'chat bilan ta'minlaydigan, nafaqat Tursunzodada, balkim mana Xo'jand bormi, bu yoqda Bo'xtar bormi va boshqa viloyatlar bormi? Murod akam o'zlari ham bizlar bilan birga yuribdilar. Qatta obxod qilsak, hamma joyda Murod akam bizlar bilan birga yuribdilar. Qisqasi bu o'sha inson nomer 1, bu insondan boshqa ko'chatchi yo'q. Endi qolganlar bunaqa kichkina ko'chatchilar, katta ustoz ko'chatchilardan, qolgan ko'chatchilarga rahbar bo'lgan insonlardan, bir nechta firmalarni o'sha dilerstvasini olgan, hamkorlik qiladigan katta ko'chatchilardan shu inson bo'lalar. Qatta ko'rsanglar Tbilsida yoki ochiq dalada asosiy ko'chatlarni shu Murod akam qilib beradilar. Murod akamga murojaat qilaverasizlar, tojikistonliklar. O'zbekistonga eksport qilib yuboraman deyaptilar, lekin borku kerak bo'lsa. Salomat bo'lasizlar.